Jabir ibn Abdullah radıyallahu anhu şundaq deydi. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem o'sim yiguzguchiga, katiblik qilg'uchiga va guvohchilarga la'nat qildi. Va ularning hammasi gunohda va vabalda o'xshashdir dedi. Bu hadis sharif men o'sim yemayman. Faqat uy elish uchun, mashina elish uchun kredi, ya'ni qarz oldim deguchilarni ko'rsatdi. Va biz ularga deymizki, haram qilingan narsa faqat o'sim yeyish emas. O'sim berish, hatto katiblikni qilish, ya'ni shuning to'xtamini qilish va shohid bo'lishmi o'xshashli haromdir. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olg'uchiningmi, berguchiningmi, katibningmi va shohidningmi bu gunohda va vabalda o'xshash ekanligini bayon qilgan. Bu asrning musulmonlarga nima bo'ldiki, o'simga kredi, ya'ni banki qarzi ismini qo'yishdida uni o'zlariga halol qilib edishdi. Yoki bo'lmasa, o'simning ismini o'zgartib, uningga kredi, banki qarzi degan vaqtimizda u halolga o'zgarib qolamdi. O'sim olg'uchi kredi oldim deydi. O'sim oldim demaydi. Acaba o'simga kredi ismini qo'yish bilan tang mas'ul bo'lmaydiganligini o'ylamdi. Yoki kredining o'sim ekanligini bilmamdi. Albatta biladi. Hamda nihoyat yaxshi biladi. Lekin har gunohga bir o'zr topgandek, buningga bir o'zr topadi va o'zrisi sabablik qutulib qoladiganligini o'ylaydi. Ya'ni har vaqtdagi qilmishini qiladi va o'zini o'zi aldaydi. Buxariyda zikr qilingan bir hadis sharifda Samurat ibn al-Jundub radiyallohu anhu shundaq degan. Hazreti Payg'ambar alayhissalom shundaq dedi. Men bu kecha tushimda ikki kishi ko'rdim. Ular mening yenimga kelishdi. Keyin ular meni tuz bir yerga chiqardi. Birlikda mangdiq. Oxiri bir qon daryosining oldiga keldik. U daryo ichida o'ri turgan bir kishi bor edi. Daryoning qirg'iqidimi bir odam bor bo'lib, uning oldida bir dövi tosh bor edi. Daryodagi odam uzib kelib sohilga chiqmoqchi bo'lganda, sohildagi odam uning og'ziga bir tosh otadi va uni burunqi joyiga qaytirib qo'yadi. Chiqish uchun har qitim sohilga qarab kelishi bilan tang sohildagi odam uning og'ziga bir tosh otadi va u burunqi joyiga kelib qoladi. Men u ikki farishtaga bu nima ish dedim. Farishtalardan biri sen daryoda ko'rgan kishi o'sim yeguchidir dedi. Shu unutilmasligi kerakki, payg'ambarimizning tushlari rost tushdir va uningga tushida ko'rsatilgan har narsa haqiqatdir va vahiydir. Agar bundoq bo'lmagan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqiqiy bo'lmagan bir tushni Alloh saqlasunki bir suhbat yoki shundaqla aytilgan bir so'z bo'lib qolsin deb aytmaydi. Endi biz bu hadis ustida tahlil yurgizib boqaylik. Qondan bo'lgan bir daryo bor va bu qon daryosi ichida o'ri turgan butun dardi bu daryodan chiqish va qutulmoqchi bo'lgan bir kishi bor. Har qachon qutulish uchun sohilga yaqinlashgan hamon sohildagi kishi uning og'ziga tosh otadi. Daryodagi kishi bo'lsa burunqi joyiga qaytib qoladi. Va bu hodisa daryodagi kishi sohilga chiqmoqchi bo'lgan har qitim takrorlanadi. Xo'sh, undaqda qon daryosi ichida qilishga majburlangan kishining gunohi nima? O'sim bilan muomala qilish. Ey o'sim yeguchi inson, endi sendan so'rab boqay. Bu azobga bardoshlik bera olamsan? Ahli jannat ko'llarida uzayotganda qon daryosi ichida qilishga sabr qila olamsan?
albatta sabr qilolmaysan. Madamiki sabr qilolmaysan, undaqda seni bu ahvolga tushirib qo'ydigan gunohni nima ish qilasan? Yoki bo'lmasa o'limning kelmaydiganligini va hisob so'tining echilmaydiganligini o'ylamsan. Yoki payg'ambarimizning so'zidan shubha qilyapsan. Agar shubha ichida bo'lsang, shuni bilginki, u zot uningga vahiy qilingandan boshqani so'zlamaydi. U nima degan bo'lsa, shu to'g'ridir va haqiqatdir. Kelgin, o'sim gunohidan hozirla tavba qil va bu qabih gunohdan voz kech. Inshaalloh Allah seni afu qilib, qon daryosining o'rniga jannat ko'llarida uzdirar. Nasaida zikr qilingan bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday deydi. Hazreti Payg'ambar alayhissalom shunday degan. Shunday bir zamonlar keladi-ki, insonlar o'sim yeydi. Hatto o'sim yemisimi, uningga chang to'zanlari yo'qidi. Payg'ambarimiz xabar bergan insonlar o'sim yeydigan, yemiganlarga-mu uning chang to'zanlari yo'qqan asr har holda bu asr bo'lsa kerak. Bu asrning insonlari o'simga kredi, ya'ni bank qarzi ismini taqib, qolaylik bilan o'sim bermoqda va olmoqda. Bu cho'ng gunoh namoz o'qiydigan kishilarning bir qismini mo changiliga olgandek, taqvodor yashashga tirishayotgan kishilarning bir qismini mo o'z ichiga elib olgan. Ko'pligan kishilar ishini cho'ngaytish g'oyasi bilan banklarga murojaat qilmoqda va kredi ismi bilan o'sim olmoqda va o'sim bermoqda. O'sim yemaganlarga kelsak, ularga buning chang to'zanlari yo'qmoqda. Ya'ni yoki yeyotgan bolkini ishlab chiqargan zavod bu bolkalarni o'sim bilan ishlab chiqaradi. Yoki kiyayotgan kiyimini ishlab chiqargan fabrika bu kiyimlarni o'sim bilan tikib chiqadi. Yoki u setib olgan uyni bino qilg'uchi uni o'sim bilan bino qiladi. Ba'zida uyni bino qilgan kishi bankidan o'sim olgan bir kishiga uyni sotadi. Buningga o'xshash o'nligan muomala o'sim yiguvchilar bilan va mahsulotlarni o'simlik pullar bilan ishlab chiqaruvchilar bilan qilinadi. Shunlashqa kishi o'simga bevosita mubtalo bo'lmasa-mu, o'simning chang to'zanlarini yutishga majbur qiladi. Ibn Majah'da zikr qilingan bir hadis sharifda Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday deydi. Hazreti Payg'ambar alayhissalom shunday dedi. Isro kechasi bir qavmga uchrashdim. Qo'rsoqlari o'ylardek yo'g'on edi. Qo'rsoqlarning ichida bo'lsa, sen sirti turib ko'ralaydigan shaklda yilonlar bor edi. Bular kim? Ey Jibril dedim. O'sim yeganlardir dedi. Subhanalloh. O'sim bilan muomala qilguvchilarning oxiratdagi azobini angladingmi? Janobi Alloh o'sim muomalasi qilguvchining qo'rsiqini o'ydek cho'ngaytidi va ichiga yilonlarni qo'ydi. Bu yilonlar sirtdan ko'rinadi. Ya Rabbim, bu qandoq jazo? Bu azobdan va bu azobga tushishimizga sabab bo'ladigan o'sim gunohidan sana sig'inib panoh tilaymiz. Ey qo'rqmasdan o'sim elayotgan va yoki berayotgan kishi, sen uningga iymon etgan payg'ambaringning bergan xabarini angladingmi? Agar tavba qilib o'simni tarik etmasang, mahshar kuni azob sifatida qo'rsiqing o'ydak cho'ngaytiladi va ichida yilonlar harakat qiladi. Sen
pashining cheqib elishiga chidamayotgan yerda qo'rsiqingdagi yilonlarning seni tishlab cheqishiga qandoq chidaysan? 3 kunlik dunyoning manfaati uchun bu azobga rozi bo'lamsan? Shundoq deyishing texmi to'g'ri emasmi? Ey Rabbim, men bu azoblardan va o'sim yeyishning bunchalik cho'ng gunoh ekanligidan g'ofil edim. Bilaman, g'aflatim va jaholatim uzr bo'lolmaydi. Chunki musulmon ekanman, undaqda o'qib bilishim kerak edi. Lekin sening bu bandang bu gunohlarni qildi. Endi nima qilsin? Sendan boshqa kimga berib apu tilasin? Sendan boshqa ishkiga beriladigan kim bor? Kechirim talab qilinadigan sendan boshqa bir Rabb yo'q. Ey Rabbim, men xo'jayinidan qochgan bir qulga o'xshash sendan qochib gunoh vodilarda yuratdim. Lekin endi aqlimni topdim. Bütün gunohlarimdan, bo'libmi o'sim gunohimdan afu tilayman va ikkinchi qilmaslikqa so'z beraman. Meni afu qilgin. Sen afu qilguvchisan va afu qilishni yaxshi ko'rasan. Ajiba hozir mushundaq duo qilish va Allohdan afu so'rash eng to'g'ri harakat emasmi? Yoki bo'lmasa shunchalik oyat karimlarini va hadis shariflarini anglab turib, yanada o'sim gunohini davomlashtiramsan? Hargiz davom qilma va tavbani kechiktirma. Unutmag'inki, yerning usti atilar bilan, yerning osti bo'lsa kashkilar bilan to'lgan. Pat orada o'zingni tuproqning ostida ko'rasan va qabrida pushaymonlik nolalar qilasan. Ammo u kun bakmu kechikkan bo'lasan va hech bir pushaymon egasiga foyda bermaydi. O'sim haqida tilga elishimiz mumkin bo'lgan yana nurg'unlagan hadislar bor. Biz bularni hadis kitoblarining o'sim bo'limiga havola qilish bilan so'zni uzartmaslikni loyiq ko'rdik. Chunki nesivisida tövbe bo'lgan kishi uchun biz zikr qilgan oyat karimlar va hadis shariflardan faqat birsila hidoyat va tövbe uchun yetarlidir. Ammo tövbedan nesivisi yo'q va gunohni yanada davomlashtiruvchiga dunyolarni naql qilsaqmi behudadir va uningga foyda bermaydi. Bizlar bu asarni hisob kuni Rabbimiz oldida bir uzrimiz bo'lsin deb hozirladik. Rabbimiz bizlarga: "Ey bandalarim, men sizlarga ilm bergan edim. İnsanlar o'sim bilan muomala qilayotganda, sizlar ularga o'simning dargohimda buyuk gunoh ekanligini so'zladinglarmi? Ularni ogohlantirdinglarmi?" deganda biz: "Shundoq ey Rabbimiz, sening bandalaringni kuchimiz yetgan miqdorda ogohlantirdik. Oyatlaringni va rasulingning so'zlarini ularga naql qildik. Kuchimiz mushuninga yetdi. Mushunchilik qila oldik" deyalayli. Ey Rabbimiz, sening roziliqing uchun hozirlagan bu asrimizni dargohingda qabul qil. Mahshar kuni yuzimizning oq bo'lishiga vasila qilgin. Bu asarni o'simga mubtilo bo'lganlarning tövbe qilishiga va o'sim gunohidan voz kechishiga vasila qilgin. Shundaqla bu asarni bu xizmatda moddiy va ma'naviy g'ayrat ko'rsatgan barliq qarindoshlarimizning gunohlariga kafforat qilgin. Amin. رجائي شفاه تنير ليالينا كأنك